Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan juda ko'p uchraydigan, ammo ko'pincha oddiy tomoq og'rigi deb e'tiborsiz qoldiriladigan kasallik tonsillit haqida batafsil gaplashamiz. Ko'pchilikda tomoq tez-tez og'riydi. Yutish qiyinlashadi. Isitma ko'tariladi. Og'izdan yoqimsiz hid keladi. Lekin shamolladim deb yuraveradi. Aslida esa bu holat tonsillit bo'lishi mumkin. Tonsillit nima? Tonsillit bu tomoqning ikki yonida joylashgan bodomsimon bezlar, tonsillalarning yalliglanishi bilan kechadigan kasallikdir. Bodomsimon bezlar organizmni mikroblardan himoya qiluvchi muhim immun a'zolar hisoblanadi. Ammo ular o'zlari infeksiya manbaiga aylansa, organizm uchun xavf tugdiradi. Tonsillit. O'tkir tonsillit. Surunkali tonsillit shakllarida uchraydi. Bodomsimon bezlarning vazifasi. Bodomsimon bezlar og'iz va burun orqali kiradigan mikroblarni ushlab qoladi. Immun tizimni faollashtiradi. Ayniqsa bolalik davrida muhim rol o'ynaydi. Agar bezlar tez-tez yalliglansa, ularning himoya vazifasi susayadi va kasallik surunkali tus oladi. Tonsillit qanday paydo bo'ladi? Tonsillit rivojlanishiga quyidagi omillar sabab bo'lishi mumkin. Sovuq qotish, virus va bakteriyalar, immunitet pasayishi, davolanmagan shamollash, burun bitishi va og'izdan nafas olish, tish kariyesi va og'iz bo'shligi kasalliklari. Ko'pincha tonsillit anginadan keyin rivojlanadi. O'tkir tonsillit angina. O'tkir tonsillit to'satdan boshlanadi va quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Tomoqda kuchli og'riq. Yutganda og'riq kuchayishi. Yuqori isitma. Bodomsimon bezlarning shishi va qizarishi. Bezlar ustida oq yoki sariq yiringli qoplama. Bo'yin limfa tugunlarining kattalashishi. Bu holat vaqtida e'tibor berilmasa surunkali shaklga o'tadi. Surunkali tonsillit. Surunkali tonsillitda belgilar doimiy bo'ladi, ammo kuchli sezilmasligi mumkin. Tomoq vaqti bilan og'riydi. Ko'pincha ertalab tomoq qichishadi. Og'izdan yoqimsiz hid keladi. Bodomsimon bezlarda oq tiqinlar paydo bo'ladi. Tez-tez shamollash kuzatiladi. Ko'pchilik aynan shu shakl bilan yillar davomida yashab yuradi. Bolalarda tonsillit. Bolalarda tonsillit. Isitmaning tez ko'tarilishi. Yutishdan bosh tortish. Ishtahaning pasayishi. Tez-tez angina bo'lishi bilan kechadi. Bolalarda surunkali tonsillit umumiy rivojlanishga ham ta'sir qilishi mumkin. Tonsillit asoratlari nimadan iborat? Agar tonsillit vaqtida nazorat qilinmasa, bodomsimon bezlar doimiy infeksiya manbaiga aylanadi. Bu esa butun organizmga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng ko'p uchraydigan asoratlar. Yurak faoliyati bilan bog'liq muammolar. Bo'gimlarda og'riq va yalliglanish. Buyrak faoliyatining buzilishi. Tez-tez shamollash va isitma. Umumiy holsizlik va charchoq. Ko'pchilik bu belgilarni tomoq bilan bog'lamaydi, ammo sabab aynan tonsillit bo'lishi mumkin. Tonsillit va yurak. Surunkali tonsillit yurakka ta'sir qilishi mumkin. Mikroblar va ularning zaharlari qon orqali yurakka yetib borib, yurak qopqoqlarining shikastlanishiga, yurak urishining buzilishiga, revmatik kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli yurak muammolari bo'lgan bemorlarda tomoq salomatligi alohida nazorat qilinadi. Bo'gimlar va buyraklarga ta'siri. Tonsillitdan kelib chiqadigan infeksiya. Bo'gimlarda doimiy og'riq, shish va qotish, buyraklarda yalliglanish jarayonlari kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa yoshlar va bolalarda bu asoratlar xavfliroq kechadi. Tonsillit va hayot sifati. Surunkali tonsillit bilan yashayotgan odam tez charchaydi. To'liq dam ololmaydi. Ish yoki o'qishda diqqatini jamlay olmaydi. Kayfiyati tez buziladi. Bu holat uzoq davom etsa, hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi.
Bolalarda surunkali tonsillitning oqibatlari. Bolalarda tez-tez kasallanish, darslarni qoldirish, ishtaha yo'qolishi, osish va rivojlanish sekinlashishi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bolalarda tomoq muammolari doimo jiddiy baholanadi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Quyidagi holatlarda shifokorga murojaat qilish muhim. Tomoq og'rigi tez-tez qaytalansa, isitma vaqti bilan ko'tarilsa, bodomsimon bezlarda oq tiqinlar bo'lsa, og'izdan yoqimsiz hid kelsa, umumiy holsizlik uzoq davom etsa, bu belgilar surunkali tonsillitdan dalolat berishi mumkin. Oldini olish nega muhim? Tonsillitning oldini olish asoratlar xavfini kamaytiradi. Yurak va buyrakni himoya qiladi. Immunitetni mustahkamlaydi. Hayot sifatini yaxshilaydi. Oldini olish har doim davolashdan osonroq. Xulosa: tonsillit oddiy tomoq og'rigi emas. E'tiborsizlikni kechirmaydi. Vaqtida nazorat qilinsa asoratlarsiz kechadi. Erta aniqlash sog'liqni saqlaydi. Doimiy nazorat asoratlarning oldini oladi.